Pensionerlar ko'pincha eng katta xatoni aynan kvitansiya kelganda qiladi. Qarz bo'lib qolmay deb darrov to'lab yuboradi. Keyin esa o'ziga tegishli kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyozni ola olmay qoladi. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki bu elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi to'lovlarga bevosita tegishli. Men sizga qaysi 5 ta kvitansiya bo'yicha pensioner kompensatsiya olishga haqli bo'lishi mumkinligini, kimlar bunga kirishini, kimlar kirmasligini va eng muhimi, pulni yo'qotmaslik uchun qanday harakat qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z cho'ntagidagi pulni asrab qoladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz borligini faqat eshitardi, lekin aniq tartibini bilmasdi. Kimdir mahallaga borardi, kimdir kommunal tashkilotga murojaat qilardi, kimdir menga baribir berishmaydi deb umuman harakat qilmasdi. Natijada odamlar yillar davomida o'z huquqidan foydalanmay, elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi uchun to'lovlarni to'liq to'lab kelgan. Hozir esa tartib ancha aniqroq bo'lib bormoqda. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar. Ayrim hududlarda esa alohida toifaga kiruvchi pensionerlar kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya yoki subsidiya olish imkoniyatiga ega. Lekin bu yerda juda muhim bir nuqta bor. Pensionerman deganning o'zi har doim ham avtomatik 100% kompensatsiya degani emas. Men buni ochiq aytaman, chunki odamlar noto'g'ri tushunib, kvitansiyani umuman to'lamay qo'yishi keyin penga, qarzdorlik va xizmat uzilishi muammosiga duch kelishi mumkin. Demak, bu 5 ta kvitansiya to'lamang deganda men nimani nazarda tutyapman? Men shuni aytyapman, agar siz kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lsangiz, avval rasmiylashtiring, tasdiq oling, keyin ortiqcha to'lov qilmang. Ya'ni ko'zingizni yumib to'lashdan oldin menga bu to'lov bo'yicha davlatdan yoki mahalliy ijtimoiy himoya tizimidan qoplab berish belgilanganmi deb tekshiring. Birinchi kvitansiya elektr energiyasi. Pensionerlar uchun eng sezilarli xarajat aynan elektr bo'lishi mumkin. Ayniqsa uyda muzlatgich, televizor, kir yuvish mashinasi, elektr choynak, konditsioner yoki elektr isitgich ishlatilsa, o'yiga to'lov sezilarli chiqadi. Masalan, bir pensioner opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm atrofida, elektr uchun esa qishda 20 ming. Yozda 1.000 so'mgacha to'laydi. Agar bu opa kam ta'minlangan sifatida reyestrga kiritilgan bo'lsa yoki yolg'iz keksalar ro'yxatida tursa, hududiy tartibga qarab elektr uchun kompensatsiya olishi mumkin. Kompensatsiya har doim qo'lga naqd pul bo'lib berilmasligi mumkin. Ba'zan hisob raqamga tushadi. Ba'zan to'lovni qoplash shaklida aks etadi. Ikkinchi kvitansiya tabiiy gaz. Gaz bo'yicha masala ayniqsa qish faslida og'irlashadi. Uy isitish gazga bog'liq bo'lsa, pensioner oylik pensiyasining katta qismini gazga sarflab qo'yadi. Misol uchun, chol kampir 2 kishi yashaydi. Ikkalasi ham pensioner. Qishda gaz kvitansiyasi 2.5 ming yoki 3.5 ming so'm bo'lib keladi. Agar ularning umumiy daromadi yashash uchun zarur minimal ehtiyojdan past deb baholansa, ular ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya olish uchun ariza berishi mumkin. Muhim jihat, gaz hisoblagich kimning nomida, uy hujjati kimning nomida, ro'yxatda kimlar turibdi, bularning hammasi tekshiriladi. Uchinchi kvitansiya, sovuq suv va kanalizatsiya. Ko'pchilik suv uncha qimmat emas deb o'ylaydi. Lekin pensioner uchun har bir 30 ming, 40 ming, 60 ming so'm ham pul. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda suv va kanalizatsiya alohida hisoblanadi. Ba'zi oilalarda ro'yxatda 5 kishi turadi, lekin aslida uyda bitta pensioner yashaydi. Shunda suv to'lovi ko'p chiqishi mumkin. Mana shu joyda odam o'z vaqtida ma'lumotni to'g'rilamasa, ortiqcha to'lov qiladi. Agar pensioner yolg'iz yashayotgan bo'lsa, lekin uyda avvaldan farzandlari, kelini, nevaralari ro'yxatda qolgan bo'lsa, kvitansiya ham shunga qarab kelishi mumkin. Bu holatda kompensatsiya masalasidan tashqari, avvalo hisob-kitob bazasini to'g'rilash kerak. 4-kvitansiya issiqlik ta'minoti. Ya'ni markaziy isitish va issiq suv. Bu ko'p qavatli uyda yashovchi pensionerlar uchun juda dolzarb. Markaziy isitish mavsumida kvitansiya katta summa bo'lib keladi. Masalan, bir xonali kvartirada yashovchi pensioner aka oyiga 1.000 so'm issiqlik uchun, 7.000 so'm issiq suv uchun to'laydi. Pensiyasi 1.200.000 bo'lsa, bu uning daromadining sezilarli qismi.
Agar u ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilgan bo'lsa, bu xarajatlarning bir qismi yoki ayrim holatlarda to'liq qoplanishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, bu avtomatik emas, ariza, tekshiruv, hujjat va tasdiq talab qilinadi. 5-kvitansiya maishiy chiqindi. Ko'pchilik bu to'lovni kichik ko'radi, lekin masala prinsipial. Chiqindi to'lovi ko'pincha ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblanadi. Uyda bitta pensioner yashaydi. Lekin kvitansiyada 4 kishi uchun hisoblangan bo'lishi mumkin. Natijada har oy ortiqcha pul ketadi. Bundan tashqari, ayrim hududlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar uchun chiqindi to'lovi bo'yicha yengillik yoki kompensatsiya ko'zda tutilishi mumkin. Shuning uchun bu kvitansiyani ham albatta tekshirish kerak. Men birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlarga murojaat qilaman. Agar siz yolg'iz yashasangiz, farzandlaringiz boshqa joyda bo'lsa, daromadingiz faqat pensiyadan iborat bo'lsa, kommunal xarajatlar pensiyangizning katta qismini olayotgan bo'lsa, siz albatta ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishingiz kerak. Menga baribir berishmaydi deb o'tirmang. Rad javobi ham rasmiy bo'lsin, lekin tekshirib ko'ring. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar sizda nogironlik guruhi bo'lsa, davolanish, dori-darmon, parvarish xarajatlari bor bo'lsa, kommunal to'lovlar yanada og'ir yuk bo'ladi. Bunday holatda siz nafaqat kommunal kompensatsiya, balki boshqa ijtimoiy yordam turlari bo'yicha ham tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Uchinchi toifa kam ta'minlangan oila tarkibida yashovchi pensionerlar. Masalan, uyda pensioner ona, ishsiz o'g'il, 2 nafar voyaga yetmagan nevaralar yashaydi. Daromad kam, kommunal to'lovlar yuqori. Bunday oila ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki hududiy ijtimoiy yordam tizimi orqali baholanishi mumkin. Agar oila haqiqatan muhtoj deb topilsa, ayrim to'lovlar bo'yicha yordam olishi ehtimoli yuqori bo'ladi. 4-toifa uyda ro'yxatda ko'p odam turib, aslida yolg'iz yashayotgan pensionerlar. Bu juda keng tarqalgan muammo. Farzandlar Toshkentda, Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa viloyatda yashaydi, lekin propiskadan chiqmagan. Kvitansiya esa 3-4 kishiga keladi. Pensioni esa nima qilay shunday ekan deb to'layveradi. Yo'q. Bunday qilmaslik kerak. Avvalo hisob-kitobni to'g'rilash, keyin kompensatsiya masalasini ko'rish kerak. Agar pensionerning daromadi yuqori bo'lsa, qo'shimcha ijara daromadi bo'lsa, uyda ishlaydigan farzandlari bilan yashasa, oilaning umumiy moliyaviy holati yaxshi bo'lsa, kompensatsiya berilmasligi mumkin. Chunki ijtimoiy yordamning maqsadi hammaga bir xil pul tarqatish emas, balki haqiqatan qiynalayotgan odamni qo'llab-quvvatlashdir. Agar kommunal xizmat bo'yicha qarzdorlik ataylab yig'ilgan bo'lsa, ya'ni odam to'lash imkoniga ega bo'lib turib to'lamagan bo'lsa, bu ham muammo tug'diradi. Kompensatsiya qarzni avtomatik yo'q qilib yuboradi deb o'ylamang. Har bir hududda tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Ayrim joyda joriy to'lovlar qoplanadi. Ayrim joyda belgilangan limitgacha yordam beriladi. Ayrim holatda esa qarzni bo'lib to'lash grafiki tuziladi. Birinchi tuzoq kvitansiyani umuman to'lamay qo'yish. Men yana bir bor aniq aytaman, rasmiy tasdiqsiz to'lovni to'xtatmang. Agar siz YouTube'da aytishdi pensiyalar to'lamas ekan deb elektr yoki gaz uchun pul to'lamasangiz, qarzdorlik paydo bo'ladi, pensiya yozilishi mumkin, xizmat cheklanishi mumkin. To'g'ri yo'l, avval ariza, keyin tekshiruv, keyin tasdiq, shundan keyin imtiyozdan foydalanish. Ikkinchi tuzoq kvitansiyadagi ism boshqa odam nomida bo'lishi. Masalan, uy marhum turmush o'rtog'i nomida qolgan, kommunal hisob ham o'sha nomda. Pensioni opa esa 5 yildan beri o'zi to'lab yuribdi. Kompensatsiya rasmiylashtirishda hisob egasi kim degan savol chiqadi. Shuning uchun meros, uy hujjati, yashash joyi, kommunal hisoblarni to'g'rilash zarur bo'lishi mumkin. Uchinchi tuzoq hisoblagich ko'rsatkichlarini noto'g'ri topshirish. Elektr, gaz yoki suv hisoblagichi bo'lsa, ko'rsatkichlarni o'z vaqtida bermaslik natijasida o'rtacha hisob-kitob qilinadi va summa oshib ketadi. Keyin pensioner menga juda katta kvitansiya keldi deb hayron bo'ladi. Amalda esa sabab ko'rsatkich vaqtida berilmagan. Kompensatsiya olishdan oldin hisobning o'zi to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. 4-tuzoq uyda yashamaydigan odamlar uchun to'lov. Bu ayniqsa suv, chiqindi, ayrim hollarda issiq suvda uchraydi. Agar kvitansiya odam soniga qarab hisoblanayotgan bo'lsa, ro'yxatni tekshiring. Mahalla, migratsiya bo'limi, kommunal korxona orqali ma'lumotni aniqlashtiring. Yashamaydigan odam uchun yillar davomida to'lov qilish pensioner uchun katta yo'qotish. 5-tuzoq
kompensatsiya bu 100% degan jumlani noto'g'ri tushunish. Bu 100% kompensatsiya ayrim toifalar, ayrim xizmatlar yoki belgilangan ijtimoiy me'yor doirasida bo'lishi mumkin. Masalan, davlat sizning normativ miqdordagi gaz yoki elektr xarajatingizni qoplashi mumkin. Lekin siz normadan 2 barobar ko'p ishlatsangiz, ortiqcha qismini o'zingiz to'laysiz. Shu sababli menga 100% beriladi degan gapni har doim hujjatdagi aniq band bilan tekshirish kerak. 6-nozik jihat, har bir hududda amaliyot farq qilishi mumkin. Toshkent shahri, viloyat markazi, tuman, qishloq hududi, bularning kommunal tizimi, ijtimoiy yordam tartibi, mahalliy qarorlari farq qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim bitta maslahat beraman, qo'shnining gapiga emas, rasmiy javobga ishoning. Birinchi misol. 7-2 yoshli pensioner ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 million 300 ming so'm. Har oy elektr 9 ming, gaz qishda 2,5 ming, suv 45 ming, chiqindi 30 ming, isitish 1,6 ming so'm. Umumiy kommunal xarajat qishda 600 ming so'mdan oshadi. Bu pensiyaning deyarli yarmi. U mahallaga borib ijtimoiy holatini tekshirtiradi. Farzandlari alohida yashashi, o'zi yolg'izligi, boshqa daromadi yo'qligi tasdiqlanadi. Natijada unga kommunal xarajatlar bo'yicha yordam yoki kompensatsiya tayinlanishi mumkin. Agar u bormaganda har oy o'z cho'ntagidan to'lab yuraverardi. Ikkinchi misol, 18 yoshli ota 2 xonali kvartirada yashaydi. Kvitantsiyada chiqindi va suv 5 kishiga hisoblanadi. Aslida uyda faqat o'zi bor. Farzandlari boshqa viloyatda yashaydi, lekin ro'yxatdan chiqmagan. U kompensatsiya so'rab borganda avval hisob-kitob bazasini to'g'rilash kerakligi aytiladi. Natijada odam soni to'g'rilangach, to'lovning o'zi kamayadi. Bu ham pulni tejashning bir shakli. Ba'zan kompensatsiyadan ham oldin kvitantsiyani to'g'ri hisoblatish kerak bo'ladi. 3-misol. Nogironligi bo'lgan pensioner dori-darmonga oyiga 400 ming so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlar yana 300 ming so'm. U men chidab yashayman deb ariza bermagan. Keyin ijtimoiy xodim orqali murojaat qilganda u bir nechta yordam turi bo'yicha tekshiruvdan o'tadi. Natijada kommunal to'lov bo'yicha qisman qoplama, ijtimoiy yordam yoki boshqa qo'llab-quvvatlash choralariga kirishi mumkinligi aniqlanadi. Bu yerda asosiy narsa muammoni yashirmaslik. Birinchi qadam, barcha kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha oxirgi 3 oylik, yaxshisi 6 oylik kvitansiyalarni saqlang. Agar telefon orqali to'lagan bo'lsangiz, to'lov cheklarini chiqarib oling yoki skrinshot qiling. Chunki sizning xarajatingizni ko'rsatadigan asosiy dalil shu. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta, pensionerlik hujjati, pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa nogironlik guvohnomasi, uy hujjati yoki ijara shartnomasi, yashovchilar ro'yxati haqidagi ma'lumotlarni tayyorlang. Agar yolg'iz yashasangiz, buni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar farzandlaringiz boshqa joyda yashasa, ularning amalda yashash joyi bo'yicha ma'lumot so'ralishi mumkin. 3-qadam, mahallaga yoki hududingizdagi inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Men aynan shunday deyapman. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men pensionerman, daromadim asosan pensiyadan iborat. Kommunal to'lovlarim daromadimga nisbatan og'irlik qilmoqda. Elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi to'lovlari bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy yordam olish huquqimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. 4-qadam, kommunal korxonalarga alohida murojaat qiling. Elektr tarmog'i, gaz ta'minoti, suv ta'minoti, issiqlik korxonasi va chiqindi tashkilotidan hisob-kitob to'g'riligini tekshirtiring. U yerda quyidagilarni so'rang: hisob kimning nomida, qarzdorlik bormi, penya bormi? Hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'rimi? Odam soni bo'yicha hisoblanayotgan xizmatlarda ro'yxat to'g'rimi? Ko'p muammo aynan shu tekshiruvda ochiladi. 5-qadam, arizangizga javobni yozma oling. Bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun bo'lmasligi, qaysi hujjat yetishmasligi, qaysi mezon bo'yicha rad etilgani yozma bo'lsa, keyin xatoni tuzatish mumkin. Masalan, sizga uyda 4 kishi ro'yxatda deyishadi. Demak, masala kompensatsiyada emas, avval ro'yxatni to'g'rilashda yoki daromad yuqori deyishadi. Demak, qaysi daromadlar hisobga olinganini bilish kerak. 6-qadam, agar huquqingiz bor deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi idoraga murojaat qiling. Mahalla darajasida tushunmovchilik bo'lishi mumkin, kommunal korxonada xato bo'lishi mumkin, ma'lumotlar bazasida eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin.
Shuning uchun tuman ijtimoiy himoya bo'limi, hokimlik iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari yoki tegishli rasmiy portal orqali murojaat qilish mumkin. 7-qadam har oy kvitansiyani solishtirib boring. Kompensatsiya tayinlandi degani endi umuman tekshirmaslik mumkin degani emas. Qaysi oyda qancha hisoblandi, qancha qoplandi, qancha siz to'lashingiz kerak. Buni yozib boring. Pensionerlar uchun oddiy daftar tutish juda foydali. Sana, xizmat turi, hisoblangan summa, to'langan summa, qoplangan summa. Keyin nizo chiqsa, qo'lingizda tartibli ma'lumot bo'ladi. Men sizni o'z huquqingizni talab qilishga chaqiraman, lekin tartib bilan. Hech qachon rasmiy tasdiqsiz endi to'lamayman demang. Avval tekshiring, hujjat topshiring, kompensatsiya tayinlanganini biling. Agar to'lov allaqachon amalga oshirilgan bo'lsa ham, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob yoki keyingi oylar uchun qoplama masalasi ko'rishi mumkin. Lekin buning uchun chek kvitansiya va ariza bo'lishi shart. Bugun men pensionerlar albatta tekshirish kerak bo'lgan 5 ta kvitansiyani tushuntirdim. Elektr, gaz, suv va kanalizatsiya, issiqlik yoki issiq suv hamda chiqindi to'lovi. Bu to'lovlar bo'yicha hamma pensioner avtomatik ozod bo'ladi demayman. Lekin yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar kompensatsiya yoki subsidiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Eng katta xato bilmasdan to'lab yurish yoki aksincha tasdiqsiz to'lamay qo'yish. To'g'ri yo'l hujjat yig'ish, ariza berish, rasmiy javob olish va kvitansiyalarni tekshirtirish. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi kvitansiya sizga eng og'ir tushyapti? Kompensatsiya olishga urinib ko'rganmisiz? Sizga nima deb javob berishgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, bu bobolaringizga, pensioner qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ko'pincha odamlar pul yo'qligidan emas, o'z huquqini bilmagani uchun qiynaladi.